Assalomu alaykum azizlar. Biz siz bilan bugun Leapmotor S01 elektromobilining magnit maydon ko'rsatkichlarini 5 ta nuqtada qo'limdagi Trifile TF2 apparati orqali real test qilib ko'ramiz. Natijalar sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha kuzating. Leapmotor S01 gibrid elektromobilimizning haydovchi o'rindig'idagi ko'rsatkich 3.5-3.6 milligaussgacha ko'tarildi. Haydovchi oyoq osti ko'rsatkichi 7.7-8 milligaussgacha ko'tarildi do'stlar. Monitorimizdagi ko'rsatkich 2.9 milligaussgacha ko'tarildi. Haydovchi yon o'rindig'idagi ko'rsatkichimiz 3.1 milligauss, 2.5 milligauss. Oila a'zolarimiz o'tiradigan orqa o'rindig'imizdagi ko'rsatkich 4.3 milligauss. Leapmotor S01 gibrid elektromobilimizning eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi siz ko'rgandek xuddi haydovchi oyoq ostida 8 milligauss. Elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qancha past bo'lsa, siz uchun shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz sizning ham elektromobilingizni test qilib beramiz. Videolarimizni ko'plab odamlar kuzatish uchun bizga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi videolarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.